holat sizlarda ham bo'lib turadi. E'tibor beringlar. Piyodalar, sizlar ham yaxshi eshitib olinglar bu. Bu svetofor yashil ishorasi kirgan edi. Qayryapti mana avtomobil. Ayondan oqim ko'p bo'layotgani uchun o'rda kutib turibdi juda katta patok. Demak, to'xtadi qizil yon piyoda tomonga. Bu sekin qayrilish boshlayotgan paytda mana bu birdan piyodalar yashil yorib qoladi. Piyodalar ham chaqqon, yurib ketishinglar, sabr qilinglar. Mana bu chorrahani qayrish tugallash kerak. Transport vositalari qayrish tugallaydi. Qoidaning 96-bandida o'ngga burilayotgan yoki chapga burilayotgan transport vositalari qatnov qismini kesib o'tayotgan piyodalarga yo'l berish kerak. Bu qayryapti. Tugallab qo'ysin bu. Sabr qilinglar. Burilayotganlar ham sabr qilinglar, piyodalar ham sabr qilinglar. Shoshilmanglar unaqa. Mashina holatda bo'lyapti, bu qolib ketib qolyapti, mana piyoda yurib qolyapti, bu yoqga orqaga qolib ketyapti, birdan mana yoqga qizil yonib, bu yoqga yashil yonyapti, o'rtada qolib ketgan mashina yana tirband yurib kelyapti. Shuning uchun ozgina sabr qilishni o'rganinglar. Qolgan qutkalarni o'tkazib olishga chorrahaning ichidagi avtomobillarni undan keyin yana harakat davom ettirsa bo'ladi. Piyodalarga ham tegishli, transport vositalariga ham tegishli. Qoidalarga rioya qilinglar.